bittagina sarbastlaychi olib keldim tog'a. Qo'qim. Qurt buni. Qurt olib kelaymi? Yo'q. Ko'zimga ko'rsatma buni. Buni ichkilikni tashadim men. Men bir o'ylab qarasam bu ichkilik odam organizmi uchun qoni zarar ekan. Yig'ishtir, men ichmayman men. Tamam. Tashadim. Siz nima deyotganingizni bilasizmi? Buni qanday tashaysiz siz? Siz tuppa-tuzuk alkash bo'lsangiz, mahallada ko'rganlar shuni ko'rib qoladi, haylo deydi, o'lim alkash kelyapti deydi. Sizni pochkangiz, jigaringiz spirt uchun yaralgan-ku, spirt uchun. Sizni tomirlaringizda qon emas, spirt oqadi, spirt. Aytaman, qanday bu mahallada bosh ko'tarib yuraman. Nima? O'lim alkash ichkilikni tashabdi. Menga kerak emas unaqa gap. Sizni turmushingiz spirt bilan-ku hammasi. Siz qanday qoqaydingiz? Bu Navoiycha ishlar qayerda qoldi? Jilg'a qilib, aylantirib, araqni uraydingiz-da, orqasidan pivo bilan zakuska qilaysiz. Siz qanday tumalab yotaydingiz? Erta birov ichsam, o'lim alkash ichish tashabdi desam, u yaxshi gap emas u. Siz qoqishingiz kerak. Siz mana shu uchun yaralgansiz siz. Jiyanjonim, onalarni ko'rsat, och qoqaylik buni. Buncha gapdan keyin o'chi onalarni ko'rsatini.